Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Nasaf OKMK uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda jamoamiz bosh murabbiyi Ro'ziqul Sa'dullayev ishtirok etadilar. Avvalo g'alaba bilan tabriklaymiz. Marhamat, o'yin haqida qisqacha. Ruxsat etsanglar, men ham bugungi g'alaba bilan muxlislarni tabriklamoqchiman. Bugun stadionda atmosfera ajoyib bo'ldi. Bu futbolchilarga ham, futbolga ham zavq beradi. Ustiga ustik yaxshi jamoani yutib g'alaba bilan barchani xursand qildik. O'yinga keladigan bo'lsak, o'yin ikkita jamoa ham ochiq futbolni yaxshi ko'radigan jamoa. Bugun men o'ylaymanki, ikkita jamoa ham hujumkor harakat qildi. Chunki vaziyatlardan agar qarasangiz, haqiqatda bugun ikkita jamoa ham g'alabani o'ylab harakat qildi. Biz qayerdadir balki tartibliroq, o'sha ehtiyotkor bo'lib o'ynashimiz talab etilardi, chunki Olmaliq jamoasi bilasizlar, to'p bilan yaxshi harakat qiladi. O'shalarni hisobga olib, bugungi umumiy g'alabaga erishdik deb o'ylayman. G'alaba bilan tabriklaymiz. Sherzod Nasrullayev bugun tarkibda ko'rinmadi. Sherzod Nasrullayev bilasizlar, 3 ta o'yindan beri tarkibga kiritilmayapti. O'sha kasal bo'lgan edi, buni davolayapti. O'sha bilan men o'ylashimcha endi keyingi o'yinlarga tayyor bo'lib qolsa kerak. Bizga juda ham zarur edi, agar u yaxshi formada bo'lib qolgan bugungi o'yinlarda qatnashsa, nafi ko'p degan bo'lardi. Marhamat endi. Sa'dullayev bugundan so'ng himoyada boshladi, o'yin odatda hujumda boshladi. Bu shunday taktika tuzilganmi-yo, Agimkani o'yiniga qarab? Agimka bilasizlar, hujumga ko'p e'tibor qaratib o'ynaydi, himoyalanishga sizni majbur qiladi. Agimka bu yilgi ko'rsatadigan o'yin ham shuni ko'rsatib turibdi. Hujumkor o'ynaydi. Ular har qanday raqibni himoyalanishga majbur qiladi. O'sha uchun hozir aytib o'tdim, ozgina ehtiyotkorlik bilan himoyada yaxshi harakat qilishimiz kerak edi. O'sha uchun biz ikkinchi bo'limda o'sha joylashuvimizni ozgina o'zgartirdik, chunki birinchi bo'limda biz Agimkaga ko'proq o'sha bo'sh zonalar, imkoniyatlar berayotgan edik. Ikkinchi bo'limda menimcha ozgina harakatimiz ularga qiyinchilik tug'dirdi. Marhamat. Jamoat yoshlik bo'lsa, o'sha Bahrom Farruxni so'ramoqchidim. O'sha Kubokda Paxtakor bilan bo'lgan o'yinda juda ham yaxshi asar qoldirgandi. Bugun aynan o'sha Bahrom zaxiradan tushib, Nasafning oldidagi o'yinni tezlashtirib yuborgan. Aynan oldida Nasafning tezlashtirib tushib bo'lishgan. To'g'ri ta'kidladingiz. O'sha maqsadda uni o'sha zaxiradan o'yinga tushirdik. Bilasizlar, Agimka o'yinda oxirini yaxshi tugatadi, bilasizlar. O'sha uchun bizga o'sha markazlarni yangilashimiz kerak edi. Ko'proq himoyalanish kerak, balki qarshi hujumlarga chiqish. Bahromov ishonchimizni oqlayapti. O'sha ikkita o'yindan beri biz imkoniyat beryapmiz. Bundan keyin ham shu yo'sinda yoshlarga imkoniyat berib turamiz. Namoz. Superkubok o'yinlar turibdi. Oldinda albatta ushbu musobaqada ham, ushbu o'yinda ham shu tarkib maydonga tushadi yoki tarkibda o'zgarishlar bo'ladi? O'zgarishlar bo'ladi. Ba'zi bir o'yinchilarimiz ko'p o'ynagani uchun ba'zi toliqish ko'rinyapti. O'sha uchun tarkibimizda o'yinchilar bor. O'zgarish, balki rotatsiyaga qo'l uramiz. Albatta bu o'yinga barcha muxlislarimizni taklif qilib qolardik. Bugungi o'yinlar katta o'yin bo'lsa, ular tarixiy o'yinlar bo'ladi. O'sha uchun balki yigitlarni ham o'sha ichidagi balki o'sha Muslimni qanaqadir keyingi o'yinni ham o'ylagan fikrlari bo'lgan bo'lishi mumkin bugungi o'yinda. Bu o'yin tarixiy o'yin bo'ladi, barchani taklif qilamiz. Umid qilamizki, o'sha Superkubokni qo'lga kiritib, muxlislarga taqdim etishdi. Namoz, marhamat. Ro'ziqul o'sha Agimkani golda himoyachilar o'ynadi va ular ishqilari o'zini tomonidan hujumchini qo'yib oldi. Uni va Cho'levishni zaxiraga olinishi o'sha xatolik bilan bog'liqmi yo bu jismoniy holatga? Cho'levishni olganimiz, biz boya aytib o'tdim, o'sha joylashuvimizni o'zgartirishimiz kerak edi. Biz 3 himoyachiga o'tdik, chunki raqibimiz ham 3 himoyachi bilan o'ynayotdi. Umarda olganimiz tarkibga bilasizlar, Azizda ular tushirdi. Aziz tezkor o'yinchi, o'sha uchun Umar toliqqani uchun biz tezkor o'yinchi tushirishimiz kerak edi. Yangiroq o'yinchi tushirishimiz kerak edi. Shuhrat bilasizlar, 36 yoshda ham yosh o'yinchilarga fora berish mumkin tezlikda. O'sha uchun Shuhratni yoqqa chiqardik. Menimcha bu to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Golga ham Shuhratni albatta. Oybek bozori juda ko'p aldadi va juda ko'p to'p yo'qotdi. Mana shu fikrga qanday qaraysiz? Oybekni bu o'ziga xos narsasi.
Oybek bilasizlar to'p bilan o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Lekin Oybekda qanchalik foyda keltirishini biz bilamiz. To'g'ri, xatolari ko'p bo'ladi, texnik xatolari. Lekin mehnati Oybekda juda katta bo'ladi maydonda. Chunki biz buni определять qilganimizda, o'rganib chiqqanimizda Oybekniki eng kattasidan ko'rinadi. Bilasizlar, ko'p yuguradi. Ba'zida unga tushuntirishga harakat qilamiz, sifatliroq bo'lishga. Baribir o'ziga xos deganim o'sha uni o'yini, bu narsa o'sha 10 yildan beri takrorlanib kelyapti. Oxirgi savol. Savolni savolroq tuyulishim mumkin sizga, lekin Abdulloh Ne'matov bilan bog'liq savol. Abdulloh Ne'matov futbolchilar bilan qachondir jarohat oldi. Hozir ikkinchi darvozabon deyarli o'yin amaliyoti qolib ketyapti. O'sha darvozabon masalasi qiynalib qolaman deb o'ylaysizmi? Ishonishda davom etamiz. Endi o'sha kungi mag'lubiyat bilan bu Vorobeyga biz umuman o'sha ishonchsizlikka borib qolmaymiz. U ham tajribali darvozabon. O'yinda faqat uni emas, butun jamoaning xatosi bo'ldi. Menimcha qo'rqmasdan ishonib qo'yaveramiz. Agar o'ylaymanki, vaqt bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.